Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum hürmetlik mümin Müslüman karındaşlarım. Biz aldığınki derste ailenin İslam'daki mühimlik hakkında sözledik. Bugün Allah halisa şu toy kılışının mühimliği hakkında sözleyimiz. Aldı olan şunu bilişimiz gerek ki bu dünyada yaşayan her kandak bir insanın iki arzusu buldu. Muş yer şarada ta kıyametçilik yaşaydıgan ve yaşavatkan ve yaşap boğan insanların asaslık iki arzusu buldu. O iki arzusu bolsa biri muş dünyada salamet yaşaş. Sağlam salamet yaşaş. İkincisi bahtiyar yaşaş. Hem de kandak kançağda hem hatırcam hem baxtlik yaşağı buludu. İnsan Allah subhanahu wa ta'ala yaratkan mahlukatla içindeki en ulu, en katta, en inçke, en murakkep mahluk. Şunda boğallıktan Allah subhanahu wa ta'ala bu insanı yaratıp şu insanın hem baxtlik hem hatırcam yaş üçün bir talimatını bizge berdi, şu insanlara berdi. Bu talimat xuddi biz bir üskün setib alsak, elektronli üskün, şu üskün bilan birga chiqadigan tushuntirishga o'xshaydi. Bu talimat bo'lsa dal din qarindoshlar. İnsan özünü yaxshi ko'radi. Özünün mavjudligini yaxshi ko'radi. Özünün salomat yashashini yaxshi ko'radi. Özünün hayotining davom qilishini yaxshi ko'radi. Agar inson mush yaxshi ko'rgan ishlarining amaliga osun deydigan, cho'qim Alloh subhanahu va taala bekitib bergan mush ta'limatga amal qilish kerak. Allah subhanahu wa ta'ala insanların iki dünyada baxtlik hatırcam yaş üçün 124 min peygamberini əvətib bu talimatlarını insanlara yetküzdi ve peygamberler öz hayatıda əmeli yaşap bizge köz tüpədi. Şunun için bütün peygamberler en baxtlik işler, en baxtlik aylı kurgan, muş dünyada baxtlik yaşagan, ahirette hem baxtlik bulduğan insanlar oldu. Muhammed Aleyhisselam'dan keyin ölümalar geldi. Alimlerimiz her xil her sahadaki alimlar insaniyetke baxtlik ve hatırcam turmuş ata qilish uchun tirishdi. Men bu bir o'quvchi bo'lish sifatim bilan Müslüman mümin qarindoshlarımdan ki hem bu dünya hem o dünyada baxtlik bo'lsin deb mana bu darsni so'zlab o'tiribdiman. Endi mushu baxtlik bo'lish ichida biz cho'qim dedik, bizni yaratgan zotning ta'limotiga ko'ra yashashimiz kerak. Shu ta'limatda bizga nima dedi? Qiz yigitlarimiz balog'atga yetgan ekan, cho'qim to'y qilish kerak dedi. Dinimiz to'y qilib oila qurishga bizni bak rag'batlantirdi. Nurg'un oyat hadislarda buni rag'batlantirdi qarindoshlar. Chunki to'y qilishda insoniyat uchun, insoniyatning mush yer sharida nasl qoldirib davomlash uchun, bu insonlar ijtimoiy, psixik va fiziologik jihatdan sog'lom bo'lish uchun to'y qilsa nurg'un katta esil maqsad, nishon va foydalarning vujudga kelganligini Alloh subhanahu va taolo bilganlikdan vaqtida to'y qilish bizni buyurdi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum ve imaikum ve in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Aranlardaki boytaqlarni, kız bolsun, oğul bolsun, öylep qo'yinglar. Ve şundaqlar yaxshi
qul didaklaringlarni ham o'ylab qo'yinglar. Ya'ni qul ostinglarda ishlaydigan, shirkitinglarda ishlaydigan, uyinglarda ishlaydigan, zavodinglarda ishlaydigan kishilarni o'ylab qo'yinglar. Deb butun insoniyatga to'y qilmaganlarni, bo'ytoqlarni, qiz-yigitlarni uylashga Alloh bizni bo'ryapti. Ularni to'y qilib qo'yinglar, beshni o'xshab qo'yinglar. Agar ular kambag'al bo'lsa, Alloh o'z fazli karim bilan ularni boy qildi. Chunki Alloh subhanahu va taolaning fazli karimini ayt kengirdir. Alloh subhanahu va taolo sizlarning manfaatinglar nada buni bilguchidir deydi. Sizni baxtli qilgan saodatdan nima baxtli qildi, nima sizni saodatman qildi, nima sizga foydali, Alloh subhanahu va taolo buni bilguchidir deydi. Hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam iza khataba ahadun ilaykum, yani iza khataba ahadun tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Agar sizlar dinidan rozi bo'ladigan, axloqidan rozi bo'ladigan odam sizlarning qashanglar qiz so'rab kelsa, siz chuqum uningga qizinglarni beringlar deydi. Agar unda qilmasanglar, fitna fasodchilik zaminda va noyati keng ko'lamlik buzg'unchilik bo'ladi deydi. Buzuqchilik bo'ladi deydi. Mana bu Alloh bizga deydi, agar sizlar xotirjam, sog'lom bir yashay desanglar, mushunda qilinglar deydi qarindoshlar. Mushunda qilmasak, mushunga biz hamdam bo'lmasak, hamkorlashmasak nima bo'ldi? Zaminda buzuqchilik, buzg'unchilik, fasodchilik, fitna fasod bo'ladi deydi. Men bir necha odamlar bilan tanishdim. Bu odamlar Aydis virus bilan yuqumlangan odamlar ekan. Bu odamlar yig'lab qo'shab deydi. Alloh bilan qasamki, biz buzuqchilik qilmadik, zinoyi harom qilmadik, mushta yuqib qoldi, nereden yuqqanini bilmaymiz deydi. Gipidan bir samimiyat chiqib turdi. Nereden yuqdi qarindoshlar? Demisim ular hech qanday bir ishni qilmasimi? Lekin ash balo kelsa hammamizga o'xshash keldi. Biz insonlar bir paraxutda yashaydi. Bir paraxutda quruqlik qarab ketib boramiz. Ha, yo hammamiz sog'lom quruqlik yetib boramiz, yo tang'ariq bo'lamiz. Voy, men paraxutning ustidayam, ostida bo'lganki, men cho'kib ketmayman desak bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz o'rtaq kuch chiqarishimiz kerak. Bu insoniyatning yer sharini gullantirish uchun, insoniyat o'zining yer sharidagi vazifasini ado qilish uchun, insoniyatning nasli yer sharida davomlashish uchun Alloh subhanahu va taolo bu to'y qilishni bizga nihoyat muhim farzlar qatorida bekitdi. Shuning uchun to'y qilish faqat oila qurib qo'yish yoki bir nikohni bilan bo'ldi qilish emas. To'y qilish mana mushundoq insonlarning nasl davomlash uchun, yer sharini gullantirish, insonlar mush dunyoda baxtli yashash va o'z mas'uliyatini ado qilishga bu to'y qilishning nihoyatda muhimligini Alloh bilganlikdan, shuning bu bir oddiy ish emas, bir diniy majburiyat qatorida bizga farz qildi qarindoshlar. Hadis sharifda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Allohning so'zini yetkazib shunday deydi. Salasatun haqqun alallohi ay yu'inahum deydi. 3 odam bor, Alloh subhanahu va taolo chuqum bular yordam qil deydi. Shuning birinchisi Alloh yo'lida jihad qilgan odam, ikkinchisi o'zining bir zinoyi haromdan saqlanish uchun to'y qilgan odam deydi. Haromdan saqlanay, yomon yo'lda minib qolmay deb mushtaq saqlanish maqsadda bir islomiy oila quray degan bir odam to'y qilsa, Alloh uni chuqum yordam qildi deb, mana bu to'y qilishga bizni rag'batlantiryapti qarindoshlar. Mana buni tushungan sahobalarimiz Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shunday deydi: agar mening 10 kunlik umrim qolgan bo'lsa, ya'ni 10 kunlik o'ldiganim eni qo'kasimi, agar to'y qila oladigan holim bo'lsa, chuqum to'y qilardim deydi. Ali radhiyallohu anhu Fatima onamiz o'lib ketgandan keyin bir necha kundan keyin to'y qilaman deb chiqqandan keyin sahobalar so'radi: "Voy, ajab oldirib qopsan-ku" debdi. Agar o'lib ketsam Allohga bo'ytoq holatlan Alloh bilan uchrashishdan qo'rqaman dedi. Va bo'ytoqdan Alloh uchrashishdan qo'rqaman deganlik va to'y qilmay, ya'ni to'y qilish sharoiti turug'liq to'y qilmay o'tib ketgan mandaq odamlarningki naqadar bir dinimizda qamlashmagan ish ekanligini sahobalar tushunib, mana mushunday yashagan qarindoshlarimiz. Shuning uchun chuqum to'y qilishga oldirishimiz kerak.
Ana men sizlarga oldingi darsimda dedim. To'yqan odam bir ajr savobning bog'chisiga kirib qoldi dedim. Mana bugun mush Alloh subhanahu va taolo to'y qilganlarga nima ajr berdi, qandoq ajrga erishdi bu haqda to'xtalaman. Endi bu davatgan gap to'yqan odamlar erisha oladi. Siz mayli bir olim bo'ling, mayli bir o'qituvchi bo'ling, mayli bir katta boy bo'ling, to'y qilsangiz hozir biz demoqchi bo'lgan ajr savobiga erishamaysiz degan gap qarindoshlarimiz. Buningki birinchi hadis bo'lsa, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shu oilaga xashlangan iqtisod haqida mundaq degan. Dinarun anfaqtahu ala iyalik wa dinarun anfaqtahu ala ashabik wa dinarun anfaqtahu ala fi sabilillah wa afdaluha dinarun anfaqtahu ala iyalik deydi. Sen oilangga bir ko'y xashlabsa deydi. Og'illaringga, do'st birodarlaringga bir ko'y xashlabsa deydi. Alloh yo'lida jihad qilish uchun bir ko'y xashlabsa deb Rasululloh. Shuni ichidagi xashlagan pulning ichidagi eng Alloh ko'p ajr berdigini ayolingga xashlaganing deydi qarindoshlar. O'ylab boqing. Ya Allah. Yani balalarımızı etpegen, balalarımızı bakış için xərcləgan pullarımız, məktəbdə oxuş üçün xərcləgan pullarımız, ayaqlarımızı kiyim etpegen pulumuz, öyünün çıxımları qalğan pullarımız, Allah yolda cihad qalğan puldumu kat əcr qılğan pul deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Mana muş kat əcrə kim erişidi olsa, toy qılğanlar erişəlaydı qarindaşlar. Bir hadis şərifdə Rasul-i Ekrem sallallahu əleyhi və səlləm şundaq deydi. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. Bir adam özünün ailesiga pul mal chiqim qilibdi deydi. Endi chiqim qilgan vaqtida Alloh rizoligi uchun qilibdi deydi buni. Men Alloh mushundaq oila xashlagan pul Alloh rizoligi uchun bo'lgan deb mushtaq bu puli xuddi kambag'al, ojiz, yetim misrlarga sadaqat qandak pul oldu degan gap, ashuna ajrlar keldi degan gap qarindoshlar. Ya'ni bunda deganlik bir dada mush oilamni haloldim baqima deb japa tortib, tirishib pul topgan bo'lsa, bu topgan pul jihodning yo'lida ishiltilgan ishiltish uchun tepilgan puldimi katta pul demoqchi qarindoshlar. Analarımız bal terbiyeleş üçün, muş ailenin baxti üçün, ailenin xatircemliği üçün tamak etken, na yakkan, kiri yuğan muş capaları xuddi bir cihat meydanında mücahitler hizmet qilgandek bir ecir buldu degan bo'ladi. Manda katta ecir qarindoshlarimiz. Mana bu to'y qilganlarga bulduğan ecir hamdi. Endi bizningki bir romantik o'ltirishlarimiz var. Ayollarimiz bilan. Shu o'ltirishimizda ayollarga og'izliq shundaq cho'kida bir tav saysab qo'yibdik. Yoki ayollarimizga kulimsirab bir muhabbat nazarimizdan qarabdik. Yoki ayollarimiz bizga qarabdi. Mushningmi ajr bo'ldi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam deydi: "İnnaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." deydi. Sen Allah rızalығы üçün her qandaq bir narsani sarf etedikensen, yani pul chiqim, pul xashlaydikensen, chuqum bunun ecrini Allah'dan alırsa deydi. Hatta ki sen ayalının ağızğı bir lokma taam sep koysan şunun ecrini alırsa deydi qardaşlarımız. Ya Allah. Yeni bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Eyyuma raculun nazarat ila imraatihi ve imraatun ve eyyuma imraatin nazarat ila zawjiha nazarallahu ta'ala ilayhima nazaratu rahme dedi.
Her qandaq bir ayol o'zining eriga bir muhabbat nazari bilan qaragan bo'lsa, ya bir o'zining ayoliga mushundaq muhabbat nazari bilan qaragan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bularga bir rahmat nazari bilan qaraydi deydi qarindoshlar. Mana bu to'y qilsak, haloldan ayollarimizga kulimsirsak, ayollarimiz bizni kulimsirsa, biz ularga bir muhabbat nazari bilan qarasak, ular bizga bir muhabbat nazari bilan qarasa, Alloh rahmat nazari bilan bizga qaraydi degan gap. Ya'ni bir to'y qilgan odamda bir kuni necha qatam shunday qarash bo'ldi. 1 yilda-chu, 30 yil, 50 yil uy tutganlarda-chu, ya Alloh. Alloh shunda rahmat nazari bilan qaragan odamga chuqum rahmat qiladi. Chuqum Alloh subhanahu va taolaninki rahmatiga erishadi qarindoshlarimiz. Buningdan katta ajr savob to'y qilmaganlarga yo'q, to'y qilganlarga bor. Mana bu to'y qilish odat ish emas. Dal biz ajr savob bag'chisiga kirib qolganlar qarindoshlarimiz. Xuddi shunday bag'cha kirsak, bir almini qalsak, o'zib yegandek, ayolimizga, balalarimiz shunday bir kulimsirab qarasaqlar, bizga Allohning bizga rahmat nazaridan qarishiga erishimiz degan gap. Buni men demadim, Rasululloh da'vat etdi, mu'min musulmon qarindoshlar. Men sizlarning qalbingizga, yurakingizga bu gapni da'vat etaman. Mana bu shunday ajr bor qarindoshlarimiz. Yana kelib Rasululloh hadis sharifda mush to'y qilgan yigitning mush to'y qilish bilan bir dinininki yerimi tutadiganligini. Ya'ni dinni dal ikki bo'lsa, ya'ni iymonni ikki bo'lsa, to'y qilish bilan shuning yerim tutadiganligini degan. Chunki to'y qilmaganlikdan nurg'un buzuqchilik, fasodchilik, nurg'un bir ijtimoiy, psixik, fiziologik chatoqlardan chiqadiganlikdan to'y qilsak mujdaq iymondan sog'lom bo'ldi. Buni to'y qilgan ekan qarindoshlar, ko'zimiz haromdan saqlandi, tilimiz haromdan saqlandi. Ko'chalarda, u yerda bu yerda daldangishib yurmaymiz. Oilamiz va illiq bolalarimiz bir issiq bolalarimiz va uy kirsak kulib turadigan, choyni qo'yib tamoq etib turadigan, kulimizni yuvib turadigan bir ayolimiz bor. Kirsak voydalada bizni kütüp aldığan, bizge çaplışıp durgan ballarımız var. Bana muş bizden nurgun yaman işlerden saksap kaldı. Demek dininin yeri muşun olan toy kılışlarını bütüdü deydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Men razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala şatri dini felyettaqillaha fi şatril baqi deydi. Eğer bir adamga Allah bir salih, yaxshi ayolni rizq bergan bo'lsa, demak bu odamning dinining yerimiga Allah tuluqlab bergan bo'ldi. Qolgan yerimda Allohdan qo'rqsin. Demak, bu salih ayolning to'y qilishning mushundaq dinimizga, iymonimizga mushundaq foydasi borligini mana Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu hadisda deb o'ltiribdi qarindoshlar. Hamda biz bir çoğun bir damullamlarni, mo'ysifat odamlarni, taqvo, solih, yaxshi musulmonlarni ko'rsak, shularning bir duosini elib olsak deb ota-onalarimiz sha'atlab palonning duosini olib kelmay deb bordigan. Uyda kirsa qo'ylarni bo'g'izlab, go'zal dasturxonlarni salib duosini olmay deydigan. Ammo to'y qilgan odam Rasulullohning duosini oladi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Rasulullohning duosini oladi. Yani Resulullah'ın duası şersiz icabet. Resulullah şundak deydi. Rahimallahu raculen qame minel leyli fesalla ve eyqadam ra'atahu fe in ebed nebaha fi vecihel ma. Yani her kandak bir erkişe keçisi kopup, yüzü bir 2 rekat namaz okup, Annekin ayağını oğassa deydi. Qopa eşkirket namazını belli qo'yli deb oğassa. Eğer ayağı uyquşluqdan qopanmasa, yüzüme daha sözüp oygassa, bu adamga Allah rahmet qilsin deb Rasulullah dua qildi. Va shundaqlar bir ayol varken kechisi o'rnidan qopib, o'z 2 rakat namoz o'qib, erini o'g'itib, qopmasa yuzik sochib, o'g'it bilan namoz o'qisa, shu ayolga Allah rahmet qilsin deb Rasulullah dua qildi. Rasulullohning duosi shartsiz ijobat, ya'ni Allohning rahmatiga erishadi degan bo'ldi. Yani demek Allah rahmet kılsa biz çukum cennet kirimiz. Bu şertsiz. Demek öylensek, toy kılsak
Şu şu ayol bizning jannat kirishimizga sabab bo'ldi degan gap. Buningdan ulug' ajr savob nada bordi? Buning to'y qilmaganlar hargiz erishmaydi degan gap qarindoshlarimiz. Mush hadis, mush oyatlar nima deydi bo'lsa, to'y qilaylik, oila quraylik deb bizni dinimiz mushundaq deydi qarindoshlar. Endi to'y qanday ekan Alloh subhanahu va taolo berib qolsa farzandlik bo'lamiz. Endi agar bu farzandlarni biz yaxshi tarbiyalasak-chi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi: "Man ala ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة." Bir adam 3 qizni beqibdi deydi. Ularni yaxshi tarbiyalabdi. Ma kiyimni yaxshi berib, qo'sig'in to'p beqibdi degan gap emasmi? Qanday tarbiyalash? Yaxshi tarbiyalabdi, axloq o'rgatibdi, bilim o'rgatibdi, safolik qilibdi. Va ularni to'y qilib qo'yibdi. Shuning bilan bu odam shunga jannat kirdi dedi qarindoshlar. Falahul janna, uning chuqum jannat bor dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bir ayol qopib, "Ya Rasululloh, ikkini shunda tarbiyalasichu" desa, Rasululloh ikkini tarbiyalasa shunda qolgan. Hem bir hadis sharifda mana shunaqa bir qiz bo'lib qolsa, shu bir qizni yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qitib, yaxshi axloqli qiz qilib, shuni yaxshi to'y qilib qo'ysa bo'lsa, umi jannatga kirdi degan. Endi yana bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Agar bir odam o'lib ketib qolsa, uning mush dunyoda qilgan yaxshi amallarining hammasi tugaydi. O'lgandan keyin sen yaxshi amalni qilolmaysa, shuni daftar, sening nomi amalingni yozgan farishtalar daftarini qatlab, hisobingni bo'g'ib, asla ketg'ayri ketadi deydi. İlla min salat. Amma 3 ishning birasi bo'lib qolsa, yana davomli ajr savob yetib turadi deydi. Shuning birisi yaxshi bal tarbiyalab qo'yish deydi. Waladun solihun yad'u lahu deydi. Yani bir salih, imanlı, insaflı bir balını tarbiyalab qo'ysan, bu bal ya qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, sen dua qilsa, bo'ldi, shuning ajri sen yetib turdi. Uning o'qigan namozdan, shu balning qilgan yaxshi ishlarining ajri savobidan bir nusxasi sen yetib turdi deydi. Yani bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi qarindoshlar: "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Darajatuhu fil jannah. Fayaqulu ya Rabb, anna li hadha? Fayuqalu bi istighfar ibnika lak. Bir odamning jannatlik o'rni ko'tarilib qoldi deydi. Shuna bu odam: "Ya Allah, bu men nadim bo'ldi, bu nimsarlik bo'ldi, men o'lgan tursam, men bir yaxshi qilmasam" desa, buningga javoban: "Bu sening balangning sening gunohingni tilab qilgan duosining berkati bilan mushundaq bo'ldi" deyildi deydi qarindoshlarimiz. Demak, bu to'yqan odamlar. Xo'sh. Endi bu oila quribdik, balliq bo'libdik, yaxshi tarbiyalab qo'ysak, uning ajri, yaxshi tarbiyalab to'y qilib qo'ysak, uning ajri bo'ldi ekan. Agar o'lib ketsak, qilgan duolari, qilgan yaxshi amallarining ajri biz tegir ekan. Endi biz yashab, ballarimiz o'lib ketsa-chu, uning bir ajri bo'ldi qarindoshlar. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ma min imra'atin tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana lahu hijaban minan nar." Qala imra'atun wa ithnatayn, qala wa ithnatayn. Ravahu al-Bukhari. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "Agar bir ayol ekan, bu ayolning 3 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, bu ayol shuning 3 bolasi o'lib ketgan ayol bo'lsa, bu o'lib ketgan bolalari qiyomat kunsi shu ayolning do'zax kirib ketishining bir tusalg'usi bo'ldi" deydi. Ya'ni mush bol sababli o ayol do'zax, ya'ni do'zaxi bo'lib ketgan ayol do'zaxdan qutulib qoladi deydi qarindoshlarimiz. Bir ayol qo'yib ya Rasululloh, 2 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, 2 bolasi o'lib ketgan bo'lsa shundaq bo'ldi degan qarindoshlarimiz. Ya'ni demak bu farzandlik bo'lsa, bular hayot bo'lsa asli bizni jannatga kirgizdi ekan. O'lib ketsa asli bizni do'zaxdan xalos qildi ekan. Demak oila biz uchun jannatning darvozasi qarindoshlar. Bu faqat to'y qilib oila bo'lganlarga erishadigan fazilat. Endi ikkinchisi
Yana shu ajrlardan agar bir ayol Qur'on hadis bo'yicha qarg'ulachi emas, Qur'on hadis bo'yicha Alloh subhanahu va taolo bekitmagan o'lcham bo'yicha eriga itoat qilsa, bu ayolni jannatga kiradiganligi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah." deydi. Dakhalat al-jannah. Har qanday ayol o'lib ketsa, eri undan rozi ekan deydi. Men ayolimdan rozi deb, eri rozi holatda shu ayol o'lib ketsa, chuqum jannatga kirdi deydi. Demak, bu kimga bo'ladi? Oilasi va odamga bo'ladi, qarindoshlar. Endi hatta o'ylab baqal qarindoshimiz, ya Alloh, ya Alloh. Hatta mush ayol bilan bir yerga bo'lsa-mu, mushning ham ajr urdi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. An Abi Dar radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va fi bid'a ahadikum sadaqa. Sizlarning biringlar ayollar bilan bir yerga bo'lsa-mu, buning o'zi bir sadaqat bo'ldi, ya'ni savob bo'ldi debdi. Kayfa ya Rasululloh ahaduna yati shahwatahu va yu'jar. Bu qanday bo'ldi ya Rasululloh? Biz o'zimizning eng orzu qilgan ishini, ya'ni biz o'zimiz bir orzu qilib, o'zimiz talab qilgan ishni qilsak Alloh ajr beramdi deb sahobalar bu hayron qoldi. Ey dimsin qarindoshlar, o'ylab baqala. Oy Allohga bergan tomoq, bergan kiyim, bergan uy, bolalarimiz yuzgan kiyim, bergan kiyim, bolalarni o'qitish uchun xarjlagan pul, bu hammasi jihad, Alloh yo'lida jihad qilgan puldim, jihad yo'lida xarjlagan puldim katta ajr bo'lsa, hatto bir yaqin qilsam ajr bor. Bu sahobalar hayron qoldi. Ey dedi Rasululloh, agar sen shu ayoling bilan emas, bir yot bilan zina qilsang harommi deb, harom deb degan, halolni qilishni Alloh ajr beradi qardoshlar. Shuning uchun dinimiz mana, dinimizda bir cheklanish, bir mahrumlik yo'q qarindoshlarimiz. Dinimiz bir narsani harom qilsa, bizga cheklasa, uning badiliga, o'rniga minglagan, 10 minglagan halol yo'lni ichib turdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun dinimizda mushunda to'y qil dedi. Savobga erish, ajrga erish, oila qur dedi. Uning aksicha, buning o'dmay zinoy, fohishlar bilan avratlarini ichib yurgan o'g'il qizlarimizga qanday jazo bo'lib bilamsizlar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mush arshi Allohga chiqqan vaqtida ketib berish yo'lida mush zinoxo'rlarning ahvolini ko'rdi. Qarasa, bir tunudek bir yerda nurg'ulg'an, qip-yalang'och ayollar ashu varang churung, qo'qon, ashu voy vajnalloh, voy tava deb shu yerda yurgan. Rasululloh bu manzarni ko'rib, yoqis tutib, "Ya Jibril, bular kimlar?" deb so'raganda, Jibril javob berib, "Bular zinoxo'rlar" degan. Rasululloh qarasa, bularning ostidan bir o'tning ushqundilar kelayotgan. Bu bichalar chuqon so'ran silib, qechib bu yerdan chiqtay desa, buning shakli tunudek bo'lgan, chiqtay deb ig'izga kelsa, yen o't buni sho'rab ichiga akirib qolgan. Mushundaq bir manzilni ko'rdi. Shuni Ibn Abbas radhiyallohu anhu odam o'ltirganlikdan qilib qolsa zinoxo'rlik qaram degan. Qarindoshlar, zinoxo'rlik hammamiz bildigan bir zina, bu zina. Ondan başqa ko'z zinosi nomahram qarasak, til zinosi, ashunda qahlarning qiz to'g'riliq, bu shundaq qamlashmagan zino aloqalar gaplarni qilsak, ko'z zinosi, quloq zinosi, til zinosi, qo'l zinosi, put zinosi, hammasi zino qarindoshlar. Bundan saqlanishning birdan biri Alloh subhanahu to'y qildi, hatto 4 kishi to'y qildi qarindoshlarimiz. Qudrating yetsa, sen shunga loyiq bo'lsang, iqtisodiy jihatdan, jismoniy jihatdan, ma'naviy jihatdan adil bo'lsan, hatto 4 kuch ol dedi. Lekin zinoni hammasini, mayli ko'z, quloq bo'lsin, mayli bevos cho'ng zina bo'lsin, hammani harom qildi dinimiz. Shuning uchun biz qarab boqaylik qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Biz butun yer sharida hamma narsani jup yaratdik deydi. Buningdan bu jup yarilish degan oyatdan ya insonlar dunyosi, ya hayvonlar dunyosi, ya o'simliklar dunyosi, ya mikroblar dunyosi, yoki zarrachalar dunyosi bo'lmoq xolos. Hammasi jup-jup bo'lan qanaqa. Bu bir xil qonuniyat.
Biz bu qonunga bo'ysungan vaqtida ham baxt saodat yaşayalıyız. Biz boshqa dinlarga qarab boqaylik qarindoshlar. Boshqa dinlarga qarasak, men mushu mush haqda material ko'rish jarayonida Xristian dini, Bud dini, Budda dini, Atashparast dini, Hindi dini, mush dinlarning mush to'y qilish masalasiga qanday qaraydi bo'lsam, hammasi bir xil xatolik baqamiz. Qanday xatolik? Hamma dinda mushu bulubmu damul shu dinning mullari, taliblari, shu diniy ibodatxonada xizmat qilgan odamlarga asosiyatdan hammasi to'y qilish harom degan. Budparastlar rohiblarga to'y qilish bo'lmaydi. Chunki to'y qilganlik inson o'zini bulg'anlik. Bu rohiblar bevosita Alloh bilan aloqa qilgan odam, Alloh aloqa qilgan odam chuqur pok bo'lish kerak deb rohiblarni to'y qilib qo'ymagan. Xristian dinini o'zinglar bilasizlar, rohiblarga, Xristian dinidagi cherkovlardagi, cherkovning xizmatini qilgan, o'zini maqsad ibodat atol ashlarga to'y qilish harom qilgan. Aksicha gez jurnal o'qib qilgan, butun buzuqchilik, butun kasal, butun mush o'xshash jinslar mushu cherkovlardan ko'p chiqayotgan. Rasvochilik, 70 million odam ayishadigan bir cherkovning boshliq qanday qilsanglar, ayishlarni to'y qildi. CNA'da bunun xabarini ko'rdik. Bir necha kun burun ayna Ispaniyada bir cho'ng poptiki cho'ng amal va bir odamni amal deb tashladi. Nima ish qilsa bir ayishlarni to'y qildi. Demak, qarindoshlarimiz, dinimiz shu. Dinimiz bizni mushunday to'y qilsang katta ajr bor dedi. Hindiston dinida qanday ekan desanlar, bir odam hayotida to'y qilsa, hayotida juyinmasa bu eng taqvo odam hisoblanadi ekan. Bu odam zot avliyo hisoblanadi ekan. Dinimiz shu pokizlik, iymonning jumlasi dedi. To'y qilsang mushunday ajr bor dedi. Allah subhanahu wa ta'ala mushuni anglagan qarindoshlarimizninki yo o'zi to'y qilishga aldirsin, yo boshqalarni to'y qilib qo'ysin qarindoshlar. Bu to'y qilish uchun cho'ng bino bo'lmasimi qarindoshlar, bir eg'izlik uy bo'lsa, mashinamiz bo'lmasa, Alloh bergan putimiz bor, bir eg'izlik, bir axloqlik, bir bizga ig'voqdak bir yigit bo'lsa, axloqlik, pokiz, iffatli qiz bo'lsa, yetadi qarindoshlarimiz. Rasulullohning davrida bir Julaybib deydigan sahoba bor edi. Bu sahoba o'zining bo'y paka, chiroyi sat, ham kambag'al sahoba edi. To'y qilinmay Rasululloh deb ketdi, "Ya Rasululloh, men qiyomat kuni hur aynigo alami ya Rasululloh jannat kirsin" debdi. "Inshaalloh jannatim olsam, mush dunyodan to'y qilsam, menga berib palonning qizini Rasululloh bersin" deb oldi dedi. Julaybib radhiyallohu anhu uyaga badi qardaşlar. U oylik berib, "Assalomu alaykum, sizlarga Rasulullohning salomı bor. Rasululloh qizinglarni menga bersin" dedi debdi. Otani sal dilg'ullab qopti, qiznim dedi. "Ey atanam, bu dadam bilan apa, siz Rasululloh davatgan mu degan gapga dilg'ul bo'lamsizlar. Darhol men bu yigitga beringlar" deb to'y qildi qarindoshlar. Rasululloh bular duo qildi. Bular shundoq baxtli oila bo'ldi. Alloh pul mol berib boy bo'ldi. Şunun bilan jihadga chaqirilibdi. Julaybib radhiyallohu anhu birinchi bo'lib jihad qilib, jihad maydonida birinchi bo'lib shahid bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu Julaybibning beshini tizib qo'yib turib yig'lab ketdi qarindoshlar. Nim dedi? Julaybib mening bir parcham, men Julaybibning bir parchasi deb aytdi qarindoshlar. Rasululloh bak yaxshi ko'rdi bu odamni. Shuning bilan ma qiz Julaybib tekkan qiz qanday bo'ldi dedi sana qarindoshlar. Shundoq iddati to'shibdi. Ömer radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu el çok kirib biz olsak bu xonimni Julaybib radhiyallohu anhuga chiroyin demay, pul melin demay, Alloh rizoligi uchun Allohning payg'ambarining gapiga unab tegibdi. Abu Bakr Umardak kishilar ishigida o'chirib turib biz olsak ham bu xonimni degidak mush dunyoda ajrni ko'rdi. Shuning uchun qiz yigitlarimiz axloqli, iymonli bo'lsa, qizlarimiz iffatli, hayolik, iymonli bo'lsa, to'ylashimiz kerak, to'ylashtirishimiz kerak, moddiy va ma'naviy jihatdan ularga yordam qilishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.